Nima olib keldingiz? Qornim ochib ketdi. Go'sht olib keldim, go'sht. Go'sht qovurib keldim. Voy! Daryoga olib kelmadingizmi? Daryoga nimaga olib kelaman? Opajon aytmadilarmi? Nimani aytish kerak? Voy! U ham shu yerda yotibdi, dadasi. Qanaqasiga shu yerda yotadi? Homilador ekan. Daryomi? Ha? Jinniroqmisan, nimaga homilador bo'ladi u? Laylami yo Daryomi? Daryo. Homilador ekan. Uni ham bolasini tushish xavfi bor ekan. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Qamoqxonaga erini oldiga borib yurgan ekan. Opajon keldilar bugun ko'rishga. Rost urishdilar. Sani esing joydami? Bolani oldir. Ering qancha sani qiynadi? Desalayamchi Daryo nima dedi bilasizmi? Hech kim bilmasin. Men bu bolani oldira olmayman. Bunda ayib yo'q dedi. Nega opam menga aytmadi? Hech kimga aytmang dedi-da. Sen kimlarga aytding? Birinchi sizga aytdim. Boshqa hech kimga aytmagin.